Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi video darsda sizlarga elektron raqamli imzoni qanaqa olish kerakligini o'rgatib beraman. Xo'p, elektron raqamli imzo nimaga kerak? Bilasizlar, har xilcha davlat tashkilotlari bor, ya'ni rasmiy saytlar bor, official site. O'shalarga kirishda mana shu elektron raqamli imzo bilan kirasizlar. Ko'pchilik OneID bilan kiraman, u bu narsa deb o'ylaydi. Hozir OneIDdan ko'ra elektron raqamli imzo anchayin faol. Elektron raqamli imzoni kompyuter versiyasi, ya'ni приложениесini kompyuter versiyasini kanalga tashlab qo'yaman. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalga ham, YouTube kanalga ham. Telegram kanal linkini mana shu YouTube kanalda описаниесida yoki bo'lmasa kommentariyasida qoldirib ketaman. Boshlashdan avval e'tibor beringlar, YouTube kanalga obuna bo'lganmisizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz hozirroq obuna bosib qo'yinglar. Keyin videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Oxirida esa kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketsanglar ham xursand bo'lamiz. Xo'p, demak, elektron raqamli imzoni hozir olishni hamda ishlatishni ko'rsatib beraman. Ya'ni qayerlarda ishlatamiz. Eng birinchi eimzo.soliq.uz saytiga kira olasizlar. Yo'q, kirganingizdan keyin mana shu elektron kalit olish chiqadi. Ikki xil usul bor. Online Face ID orqali oddiy usul. Sizlar online Face ID ni olasiz. Tadbirkor ko'p vaqtini qanaqadir yagona darajada soliq idoralarida navbat kutish bilan emas, onlayn muammolarni tezroq hal qilish kerak. Chunki hozir bu narsa zamon talabi. 2 soat yagona darajaga borib, yatibni ochtirib, elektron raqamli imzo olib, очередь kutgandan ko'ra, o'zingizlar onlayn 10-15 minutda bemalol joyini hisoblasanglar bo'ladi. Xo'p, onlayn Face ID tanlanadi. Pastda ariza shaklini to'ldiringni bosasizlar. Buni bosgandan keyin bu yoqqa o'zingizlarning ma'lumotingizni kiritasizlar. GSHRni, keyin telefon raqamni, keyin mana bu kodni. Xo'p. Videoni pauza qilib turaman. Chunki o'zim shaxsiy ma'lumotlarni kiritaman hozir bu yerda. Keyin keyingi qadamni bosamiz. Tushunarli? Video pauza. Xo'p, demak, keyingi qadamda raqamingizga SMS keladi. O'sha SMS kodni kiritasizlar. Ya'ni 3 daqiqa vaqt beriladi. Adashmasam, 120 sekund, 2 daqiqa vaqt beriladi. Tasdiqlashni bosamiz. Xo'p, tasdiqlashni bosganingizdan keyin bu yerda sizlar haqingizda ma'lumotlar chiqadi. Balans, to'lov qilish. To'lov qilishni bossizlar. Undan avval mana bu ma'lumotlar bor. Qanaqadir imtiyozinglar bo'lsa tanlasanglar, bu 27 ming o'sha elektron raqamli imzoni narxi. Bu narxni sizlarga bepul qilib beradi. Qanaqadir to'lovni tanlab, hujjatini kirgizsanglar. Keyin S-diskka tashishinglar kerak bo'ladi. S-diskda turadi bu har doim. Bu sizlarning nominglar. Buni oxirida eslab qoling, o'zgartirishni ham ko'rsatib beraman. Bu yoqqa parol kiritasizlar. Parol обязательно esinglarda tursin. Masalan, tug'ilgan kun, oy, yilinglarni, telefon raqami yoki qanaqadir maxsus sanani qo'yasizlar. 7 ta 8 ta raqamdan iborat bo'lishi kerak. Harf bo'lmaydi. Faqat raqam. Tushunarli? Buni qo'yasizlar. Keyin arizani to'g'riligini tekshirish. Bundan avval to'lov qilishni boshlasangiz, balansingizga to'lov qila olasizlar. Bu yerda 27 ming, 28 ming qancha to'lov qilsangiz shuncha chiqadi. To'lov qilishni 3-4 xil usulini chiqaradi. Click, PayMe va hokazo. Ko'pchilikning telefonda buni приложениялari yo'q bo'lishi mumkin. O'shuning uchun kompyuterni o'zida qilib ketaman desanglar, klikni bosasizlar. Endi to'lov turiga klikni tanlaysizlar. Mana klikni tanlaysizlar. Mana shu ma'lumot bo'yicha davom etishni bosasizlar. Srazi chiqadi. Endi bu приложениeni yuklab olish kerak emas. Keyin yana ko'pchilik so'raydi, qo'rqib mendan, bu keyin avtomatik kartadan pul yecha olmaydimi deb. Yo'q, hech qanaqa avtomatik pul yecha olmaydi. Qanaqadir kreditinglar bo'lsa ham yoki qanaqadir to'lovinglar bo'lsa ham umuman yechib olmaydi. Sizlarning ruxsatingizsiz. Faqatgina o'sha 27 ming, 26 ming o'zini to'lovi bor. O'sha to'lovni yechib oladi. Unda ham qachon sizlar hozir telefoningizga kod boradi. O'sha kod orqali tasdiqlasanglar, bu kod bu yerda saqlanib bo'lib qolmaydi. Ya'ni sizlarda kelajakda qanaqadir to'lov yechib olmaydi. Qo'rqmasdan bemalol foydalansanglar bo'ladi o'sha klik orqali. Xo'p, to'lovni qilganinglardan keyin
Bu yoqda balansingizda pul bo'ladi. Keyin QR kodni shakllantirish chiqdi-ku mana bu bosqinchlarda. Shuni bosasizlar, QR kodni shakllantirasizlar, keyin soliq ilovasi bor. Telefoningizga soliq ilovasini yuklab olasizlar. Soliq ilovasini yuklab olganingizdan keyin mana shu joy chiqadi. Kirganingizda telefon raqamingizni kiritib ro'yxatdan o'tasizlar. Shu joyi chiqadi soliq ilovasi. Keyin mana bu elektron raqamli imzoni tanlaysizlar. Elektron raqamli imzo bo'limini tanlaganingizdan keyin mana bu elektron kalitni tasdiqlash skaner chiqadi. O'sha skaner bilan mana bu QR kodni tasdiqlaysizlar. Bo'ldi, keyin hammasi tamom. Bemalol yuklayolsanglar bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, asosiy joyi. Ko'pchilik buni qayerga tushganini bilmaydi. C disk bor, D disk bor ko'rgan bo'lsanglar. Sizlar C diskni olasizlar. DSKS degan papka ochish kerak. Ya'ni D da emas, C ga ochasizlar. Bu yerda hamma Windows приложениялар turadi. O'sha C diskda DSKS degan papka ochasizlar. O'sha papkani tashlab qo'yasizlar. Masalan, meniki mana shu bo'lsa, bu isminglarni o'zingizlar yozasizlar, chalg'ib ketmasligi uchun. Chunki menda ko'pligi uchun chalg'ib ketaman. O'shuning uchun hammasi yoniga ismimni yozib qo'yaman. O'zi boshida olgan vaqtda ismim yo'q edi, keyin ismimni yozib qo'ygan. Sizlar ham shunaqa isminglarni yozsanglar bo'ladi. Hatto yozmasanglar ham bo'ladi, chalg'ib ketmasanglar. Lekin yozsanglar ham hech narsa qilmaydi. Xo'p, buni olganingizdan keyin bu faylni shu yerga saqlab qo'yasizlar. Kodinglarni eslab qolasizlar. Bu aytdim, kod qo'yish kerak deb. O'sha kodni ham eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, например, kelinglar, любой bironta ilovaga kirib ko'rasiz. Masalan, soliq ilovasiga. Soliq.uz, My soliq.uz bor bilsanglar kerak. O'shanga kirishda elektron raqamli imzo bilan kiriladi. Hozir ochasizmi, bu yoqni ko'rsataman. Shaxsiy kabinet bor, ya'ni jismoniy shaxs kabineti. Jismoniy shaxsga olingan mana bu elektron raqamli imzoni ko'pincha fizlitso ham deyiladi, ya'ni fizicheskiy litso. Keyin korxonaniki bo'ladi. Korxonaniki ham yuridik shaxsga hisoblanadi. Xo'p, mana kirish joylari bor. Jismoniy shaxs bo'lsanglar, bu yoqdan kirasizlar. Firmanikiga kirish uchun bu yoqdan, yatda yoki va hokazo o'zini band qilish bo'lsa, kabinetga kirish. Hozir sizlar jismoniy shaxsga olsanglar, bosasizlar. Keyin elektron raqamli imzo orqali buni tanlaysizlar. Va bu yoqda ключlar chiqadi. Hozir bizda jismoniy shaxs-ku, o'zimizni ismimizdan yoki kimniki kerak bo'lsa, o'shani tanlaymiz. Masalan, mana Muhammadiyev Shiroz. Shuni tanlayman, kirish bosam kiradi bemalol. Keyin bu yoqqa kodni kiritamiz. Hozir kiradi o'sha. Mana kirdi shaxsiy kabinetga. Bu jismoniy shaxs kabineti. Bu yerda ko'p ma'lumotlarni ko'rsataman, uzr. Chiqdim. Endi yuridik shaxs kabineti, kabinetga kirish ECA orqali. Endi bu yerda qanaqadir korxona yoki firma tanlaymiz. Masalan, yuridik shaxs Shifobaxsh Bahor Asali degan firma, o'sha firmanikini tanlaymiz. Kiramiz. Buni kodini kiritamiz. Hozir kiradi. Endi bu yuridik shaxsga, endi firmaniki. Mana maslahat cheklangan jamiyatga deb chiqadi. Bu yerga ham kirib hamma narsani qilsanglar bo'ladi. Hisobot yuborishlar, solishtirma davlatnomalar, soliq to'lashlar, hamma shu yerda счет fakturalar. Ya'ni bu soliqni shu yerda ishlatasizlar. Bunga ham oid alohida dars bo'ladi agar kerak bo'lsa. Yoki, например, masalan, My mehnatga kirmoqchi bo'lsanglar ham, любой qanaqa davlat sayti bo'ladi-ku, o'sha hamma davlat saytiga sizlar o'sha elektron raqamli imzo orqali kirasizlar. Xo'p, kirdik mana. Kabinetdan chiqish, hozir chiqish qilaman, ko'rsam. Endi kirish. Elektron raqamli imzo deysizlar-da, o'shani tanlaysizlar. Har xil usulda kirish bor. Sizlar hech qaysi kira olmaysizlar, faqat elektron raqamli imzo orqali kirasizlar. Tanlaysizlar. Agar firmanikiga kirmoqchi bo'lsanglar, yuridik shaxs tanlaysizlar. Agar o'zingizlarning shaxsiy kabinetiga kirmoqchi bo'lsanglar, jismoniy shaxs tanlaysizlar. Masalan, G'oyibnazarova Nazimaxon yoki Muhammadiyev Shirozbek. Mana o'zimniki. Bosamiz. Kirish, yana kod so'raydi. O'sha kodni kiritamiz yana. O'shuning uchun kodinglarni alohida e'tibor beringlar. Saqlab qo'yinglar qayergadir yoki DSKSdagi faylni ham Telegramingizga yoki boshqa joyga ham yana saqlab qo'yinglar, C diskda qolib ketmasin. Chunki kompyuteringlarni sotib yuborishinglar mumkin yoki yana boshqa nimadir bo'lishi mumkin-ku. O'sha vaqt kerak bo'ladi. Xo'p. Mana ma'lumotlar chiqadi. Bu yerda o'zingizlarni ish joyidan ma'lumotnoma yoki mehnat daftarchasi, obyektivga va hokazo shu narsalarni yuklab olsanglar bo'ladi.
Endi masalan, fermanikiga kirmoqchi bo'lsanglar, bu yerda xodimni ishga olish va hokazo ishlarni qilsanglar bo'ladi. Mana o'zi yuridik shaxsdan desanglar, alohida ajralib turadi. Bu yoqda yuridik shaxsdan ikkita firmaniki, qolgan jismoniy shaxslarniki. Например, masalan, kiramiz yana shunga. Ya'ni bu yerda nimalar qilsanglar bo'ladi? Xodim ishga olsanglar bo'ladi, bo'linmalar tuzish, xodimni ishdan bo'shatish va hokazo shu amallarni qilsanglar bo'ladi. Bu o'zi alohida katta tema. O'zi bittalab maydalab tushuntirmayman. Ya'ni ishlash tizimini tushuntirdim. Ya'ni elektron raqamli imzo sizlarga nimaga kerak va qachon ishlatasizlar, полностью ma'lumotga ega bo'ldinglar. Video haqida qanaqadir savol bo'lsa yoki tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rashingiz mumkin. Boshida aytib o'tganimdek, YouTube kanaliga ham, Telegram kanalimizga ham hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bundan-da ajoyib darslar kutmoqda sizlarni. Keyin like bosishni yoki video yoqmagan bo'lsa, bemalol dislike bosishinglar ham mumkin. Qanaqadir heytlar bo'lsa, negativlar bo'lsa, bemalol kommentariyada javob berishga tayyormiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.